Assalomu alaykum, aziz ayollar, aziz kuzatuvchilarimiz. Bugungi YouTube podkastimizda aynan barcha ota-onalar uchun, onalar uchun dolzarb mavzu 15-18 yoshdagi farzandlarimiz bilan to'g'ri munosabat qurish mavzusida ekspert mehmonimiz Teshaboyeva Gavhar Darveshevnaga xush kelibsiz deyman. Aynan tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori doktor Gavhar Darvesh klinikasi rahbari bugun bizlar bilan samimiy, aynan to'g'ri munosabatlar qurishda kerakli informatsiyalarni berib boradilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Gavhar opa. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Gavhar opa, hozir bizlarni hammamiz uchun, xususan o'zim uchun ham dolzarb mavzu bor. Hozirda raqamlashgan, hammamiz uchun farzandlarimiz bilan bo'ladigan vaqt kamligi, ko'p vaqtlarda baribir ishda qolishimiz, farzandlarimiz yolg'iz qolib ketishi, har xil sohalarga o'zlarini sinab ko'rgisi kelishi kabi muammolarni asl sababi nimada deb o'ylaysiz? Mana shu mavzu haqiqatdan dolzarb. Bitta bir keysdan boshlasam, bir buxorolik bolani olib kelishdi oldimga. 2009-yilgi bola. Juda intellektual, IQ'sini tekshirdim, juda yuqori. Ijtimoiy intellekti yuqori, emotsional intellekti yuqori, lekin texnologik intellekti boshqa intellektga nisbatan ko'tarilib ketib, bola faqat GPT bilan gaplashadigan bo'lib qolgan. Ya'ni umuman izolyatsiya to'lib, oila a'zolari bo'lmasa ham ziyoli oilani bolasi va oilasida u bilan gaplashadigan ota-ona borda. Ya'ni mavzu topiladi u bola bilan agar gaplashilsa. Albatta. Bola shu darajada o'ziga yopilib olganki, mana oddiygina intellekt turlari orasida muvozanat buzilganligi natijasi. Ya'ni hozirgi bolalarga masalan biz bilgan 4 ta tarbiya usulidan tashqari texnologik tarbiyani ham qo'shish kerakligi bu yerda asosiy sabab bo'lib turibdi va ota-onani kamchiligi shunchaki bola bilgan saytlarni bilmasligi, bola bilgan GPT bilan o'sha nima to'g'risida gaplashish mumkin, qanaqa dialoglar bor, qanaqa chatlar bor, shu bilmasligi natijasida bola izolyatsiyalanib qolgan. Filtrlash natijasida. Albatta, bola mana shuni xullas kirishib ketib, ozgina ta'assubli bo'lib qolgan va bola o'qishlari pasayib ketgan. Nega? Butun ichki butun xayoli shu sun'iy intellekt bilan gaplashilib, ruhiy holat haqida savol-javob qilib, bola ipoxondriyaga tushib qolgan. Ipoxondriya degani ya'ni mutaassiblik, qanaqa tushuntirsam ekan, masalan, sog'lom ovqatlanishim kerak, vaqtida uxlab, vaqtida turishim kerak, hamma narsam joyida bo'lishi kerak deb hamma narsani ideallashtirmoqchi bo'lgan, lekin hali bola bo'lgani uchun bu narsa disbalansga olib kelib, bolani ipoxondriyaga sabab bo'lib qolgan. Ya'ni ipoxondriya degani men biror bir og'ir kasallikka chalinib qoldim degan fikr. Ha. Ya'ni ruhiy zo'riqish ketyapti. Ya'ni bugungi kunda ruhiy muammolarni nima deydi? Formasi, shakli o'zgardi. Ya'ni bizga masalan depressiya bilan hali ham bolalar ko'p kelyapti yoki o'sha nevrozlar bilan ko'p kelyapti, lekin mana bunaqa muammolar ham borligini biza demak ota-onalar tarbiyamiz usulini bir qayta ko'rib chiqishimiz kerak degan bizga bu bir eslatma bo'ladi, signal bo'ladi. Tushundim. Men hozir ko'proq maktab sohasida bo'lganim uchun endi aynan aytaman, 14 yoshda ham bo'lishi mumkin sinflarga anaqa masalasida. Boshlang'ich sinflarimda 1-sinfdan 4-sinfgacha qaysi qadriyatda, qaysi tartib intizomga qo'yadigan bo'lsak, shu intizomda chechak gibi deydi, gulni o'stirgandagi chiroyli natijalar bilan ko'tarilishyapti bolalar, lekin shu natijalarni mana 3 yil bo'ladigan bo'lsa ham yuqori sinflarda hali ko'rmayapman. Aytmoqchimanki, yuqori sinflarda mas'uliyat tan olish, mas'uliyatni bu meni mas'uliyatim. Men nima deydi, vatanimga xizmat qilaman, ota-onam oldidagi burchni ado etaman. O'zim esa jamiyatga foydali inson bo'laman. Hali men kasb haqida gapirmadim. Inson bo'laman degan tuyg'ulardan ozgina yiroq hozirgi yoshlar. Qadriyati boshqacha va ularni boshqarish yoki egish yoki qaysidir kasbga yo'naltirish yoki qaysidir bilimni ol deyish ozgina xato bo'lyapti. Neupravляемый deydi, ya'ni boshqarish bo'lmayapti. Aslida boshqarishni ham kerak emas. Boya aytganingizdek filtrlash bo'ladigan bo'lsa, ular o'zi to'g'ri qaror qabul qiladi. Biz qarorlarni hurmat qiladigan pozitsiyada bo'lish qanaqa yaxshi. Lekin hali ham ota-ona majburlab o'qishga kiritiladigan, majburlab diplomini olib beradigan, majburlab qaysidir kasbga
nima qilib qo'yadigan, mahkamlab qo'yadigan va ota-onalarni tafakkuridagi kasb hozir aktual ham bo'lmasligi mumkin. Mana shu dilemma deymiz, shu ikki tarafni qanaqa muvozanatga keltirsak bo'ladi? O'zi haqiqatdan mana o'sha qabulimdan yana aytadigan bo'lsam, ota-onada muammo bormi? Albatta bolada bor. Bolada muammo bormi? Albatta ota-onada bor. Siz aytayotgan narsa ham bu bitta omilli holat emasda, ya'ni bu yerda ko'p omil bor. Masalan, farzand tarbiyasida biz bilishimiz kerak bo'lgan psixologik omillar bor. Masalan, nima u? Bolani ruhiyati qanaqa, bolani temperamenti qanaqa, xarakteri qanaqa. Bularni ota-ona bilmasa, to'g'ridan-to'g'ri bolasiga bugungi kunda trenddagi so'zi travma yetkazishi bu turgan gap. Ya'ni bu yerda travma noto'g'ri munosabatdan kelib chiqadi-da. Va masalan bolani intellekt turini bilmasligi, ya'ni ota-ona o'zini farzandini tanimasligi. Bizda qabulda bo'ladigan holat, biz tanishtiramiz ota-onani bolaga, bolani ota-onaga. Va ana o'sha tanishuv, oddiy o'tirib suhbatlashmaslik, masalan, ko'proq mana internetdan olinadigan ma'lumotlar bilan, ya'ni informatsiya juda ko'pda bola uchun. Lekin bola bilan ota-onani imkoniyati bir xil emas. Va natijada katta nima deydi? Tafovut bo'lyapti. Masalan, kattalar boshqa fikrda, bolalar boshqa fikrda. Kelishmovchilik ham shundan. Mana oddiy bitta yechimini aytaman. Masalan, ota-ona bir narsa xohlayapti, bola boshqa narsa xohlayapti. Juda bo'lmaganda kompromiss bo'lishi kerak. Ya'ni ota-onani istagani ham bo'lmasin, bolani istagani ham bo'lmasin, lekin ikkala taraf ham nima uchun shu narsani yoki qaysi kasbni egasi bo'lmoqchiligini shunchaki faktlar asosida ko'rib chiqsin. Biz buni balans, nima deydi, yechim balansi deymiz. Oddiy o'rtasidan chizamiz. Men bu kasbni egallamoqchiman. Nega? Sabablar. Nega ota-ona menga bu kasbni egallagin deyapti? Ota-ona ham o'zining sabablarini yechib chiqsin, ya'ni yozib chiqsin. Va ular o'tirib shunchaki bu haqda suhbatlashsin. Masalan, men nimaga shifokor bo'lmoqchiman? Nimaga ota-ona masalan meni yurist bo'lishimni xohlaydi yoki IT sohasiga ketishimni xohlaydi. Keyin men juda chiroyli anaqa eshitdim. Buni o'ziga aytay, hozir kameradan tashqari kecha Nigor ustozga. Ana 4 ta sport turi bor deymiz, sunnat deymiz, ot suzish, yugurish, kamondan otish. Mana shu sunnatlarchi zamonga qarab o'zgarar ekan. Hozirgi sunnatlar IT ekan. Chunki mana aytayotdi-da, o'sha safar o'tda mana urush janjal bo'ladi-ku. Odamlar kamondan o'tmasa o'ladi, otda yugurmasa o'ladi, tez yugurmasa o'ladi. Maşalloh. Hozirgi jang bizda tanalar jangi emas, ma'naviy jang deyaptilar. Maşalloh. ITni bilmasa o'ladi. Kambag'al, qashshoq bo'lib o'ladi. Aynan. Shunaqa zo'ranaqa bo'ldi. Kecha borib kelganimda o'zi rosa sog'ingan edim. Mana shuni tushuntirganlari o'zi. Qani buni hammaga aytish iloji bo'lsa. Ya'ni bizni endi qanaqa aytmoqchiman, bizga belgilanib berilgan tartib qoidalar ham zamonasiga qarab o'zgaradi. Men hozir zo'r narsa o'zimga oldim. Qanaqa? Turklarni bitta yaxshi kitobini o'qigandim, Yelaklar arasi. Yelak degan nimcha va nimchalarni orasi. Nima desa, buvini nimchasi, oyisini nimchasi va nevarasini nimchasi. Va bu nimchalar bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Va buvi nevarasiga o'zining nimchasini kiydirmoqchi bo'ladi. Endi bu obrazni nimcha ma'nosida olingan. Ona esa buvi onasiga nimchasini keltirmoqchi bo'ladi. Ona esa o'z farzandiga o'zining nimchasini kiydirmoqchi bo'ladi. Va o'zingizlar o'ylanglar, hozirgi eng kichkina nevara bilan buvini orasida qancha farq bor? Zamon farqi, texnologiya farqi, raqamlashish farqi va bu juda ham katta farq. Bu oldingi mezonlarda o'lchaladigan 100 asr farqi emas-da. Hozir 100 asr bir 10 yillikda nima qilib ketyapti? Rivojlanib ketyapti, juda ham tezlashib ketyapti. Endi bundan men xulosa qilib aytganimda, agar bizni farzandimiz mana bu joyda texnologik rivojlangan miyada ChatGPT'lar bilan hamma narsani to'g'ri tushunadigan, biza bilolmagan narsani 1 minutda hal qilib beradigan, masalan, onlayn formatda qila olsa, biz esa hali ham kitobni elektron o'qiy olmaymiz. Endi to'g'risini aytish kerak. Kitobni ochib elektron o'qimaymiz. Bizga albatta kitob bo'lishi kerak u narsa. Yozganda albatta qog'ozga yozib, qo'lda yozib o'ylashimiz kerak. Va o'z-o'zidan mana shu disbalansni bundoq qilish mumkin ekan. Nima desa, bu bolalarimizga kitob o'qitish, qadriyat masalalarini tushuntirishimiz kerak. Ularda u yo'q. Biz esa texnologik o'zimiz ham rivojlanishga qarashimiz kerak. Mana shu kompromiss deyiladi. Ya'ni bola ham o'zicha haq, boyagi buvi ham o'zicha haq. Albatta. O'rtadagi inson, demak o'rtadagi
kompromiss bo'lganda ikkala tomonda bahslar to'xtaydi, xuddi shunaqa, janjallar to'xtaydi. xuddi shunaqa. Ya'ni oldingi kasbda ota boboyni kasbi shuni davom ettirishing kerak degan qadriyatda bo'ladigani boya aytganingizdek IT zamonlashmasang, texnologik rivojlanmasang san o'lasan, san o'zingni himoya qilish uchun ham bu narsani o'rganishing kerak deydigan qadriyat mana qanaqadir o'rtadagi yechimni menimcha hal qilishi mumkin bo'ladi. Mana shu yerga misol aytaman, masalan o'sha GPTni bilan doim maslahatlashish hozir urfga aylandida. Bittagina kalit so'zni kiritmaslik, ya'ni biz o'zbekligimiz yoki biz uchun qadriyatlarni kiritmaslik bolani bitta tavsiyaga boshqacha maslahat bilan chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Masalan, o'sha tarbiya usullaridan liberalni oladigan bo'lsak, g'arbda bu qo'llaniladigan usul, ya'ni erkin bola nima xohlasa shu. Lekin mana shunaqa shu holatda agar bola o'ziga tavsiya oladigan bo'lsa, ya'ni san xohishing o'zingda, san xohlagan kasbni tanlashing mumkin. Ya'ni ota-onangni toksik fikrni bu yerdan chiqarib tashla degan holatda javob oladigan bo'lsa ham bu o'zbek bola uchun noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ya'ni o'shalar hattoki GPT bilan maslahat qilayotganda ham o'zini kriteriyalarni kiritish muhim. Prompt men deymiz. o'zbekman, oilamda buvim bor, dadam bor, ota-onam bor, akalarim bor. Ular bunaqa deyishyapti, men bunaqa deyapman. Mani bunaqa deyishimga bu sabablarim, ularni bunday deyishiga bu sabablar. Ya'ni to'g'ri kiritadigan bo'lsa va o'sha oddiy nima deydi, sun'iy oyni o'zini hayotida mentalitet qadriyatiga mos foydalanadigan bo'lsa, u faqat foydada bo'ladi. Albatta. Zararimizga ishlamaydi agar to'g'ri boshqarsak. Albatta. Aks holda u ota-onasini toksik ota-ona deb hisoblaydi. Ota-onasi ota-onamdan yiroqlashishim kerak ekan deb hisoblaydi va izolyatsiya bo'lib oladi. Mana boshida aytgan kesimga bu ham sababchi. Ya'ni ota-onam tushunmaydi, ota-onam oldingi zamonni insoni, men boshqacha fikrlayman. Ulardan boshqachaman, men nosog'lom emasman, men boshqachaman degan fikrga kelgan. Va uni harakati, ya'ni yana ham noto'g'ri qadamlari uni kasallikka sabab bo'lib qo'ygan. Demak, biz har doim o'sha farzand to'g'ri kasb tanlayotganda, uni tarbiyalayotganda, uni o'ziga xos bo'lgan jihatlarini ota-ona sifatida o'rganishimiz juda ham muhim. Qarashimiz, uni qarashlariga mos ravishda ko'ra bilish situatsiyani to'g'ri yechim bo'la oladi. Menga ham shu hozir yaxshi aytdingiz. Ko'pincha men juda ham qizishib ketganda men o'zimni shu metodim bor, o'zimni shu yoshdagi Mahsumani eslayman va aytamanki, men bundan ham kattaroq xatolar qilgandim. Men bundan ham katta xato qilgandim. Lekin onamlar kechirganlar, imkon berganlar, yana ishonganlar, yana imkoniyat berganlar degan ma'noda yumshashni boshlayman. Agar biz shu yoshimizga qaytib qolsak, bizni hozirgidek komil ochkilar orasidan qaramaymiz-da bolalarimizga. Perfektdan qaramaymiz. Mana shunaqa ozgina qilgan ishlarim bor edi deb haqqoniy baholaymiz. Yaxshi yechim berdingiz ustoz. Endi nima deb o'ylaysiz? Nazorat bilan ishonch o'rtasidagi balans qanaqa bo'lishi kerak? Mana siz toksik dedingiz, shu so'zni haqiqatan hozir yoshlar ko'p ishlatishadi. Oddiyroq narsa toksikmisiz? Masalan, shunaqa negativ, ya'ni unaqa fikr bildirmang deb, lekin siz uchun normal fikr bildirgan bo'lasiz. Nazorat qanchalik bo'lishi kerak? Nazorat kuchli bo'lishi kerakmi yoki ishonch kuchli bo'lishi kerakmi? Buni balansi qanaqa ota-ona va bola o'rtasida? Mana shuni qarang, mana Sharq bilan G'arb talqinida oladigan bo'lsak, G'arbda nazorat yo'q, erkinlik bor va bolani o'z holatiga qo'yish bor. Ya'ni sen hozir nimani xohlasang shuni qil, hozir va shu yerda bajar. Xohlaganingni bajar. Ishonch, ya'ni ishonch va to'liq erkinlik. Biz uchun, o'zbeklar uchun buni nima xavfi bor? Demak, bola ota-ona hurmat qilish yoki ota-onani fikrini olish, masalan, qilish shart emas, olish, nasihatni eshitib olish. Shu tomondan xavfi bor. Yoki masalan, bizda nafs tushunchasi bor. Ya'ni bizda ruhiy tarbiya muhim. Agar bola hamma narsani hozir va shu yerda oladigan bo'lsa, u to'liq nafsini quliga aylanib qoladi. Ya'ni u moddiylashib ketadi. Demak, nima muhim? Qat'iyat muhim, ya'ni bolani tarbiyalashda intizom muhim, mehr muhim va albatta bilvosita nazorat, bevosita emas, ya'ni qayerdasan, nimasan emasdek, qayerda, kimlar bilan va o'sha bolani o'zini shaxsi uchun to'g'ri yo'l ko'rsatishga ota-ona bu yerda ham psixoterapevtik texnikalar ishlaydi. Ya'ni biz tanqid qilma, qo'llab-quvvatla metodini qo'llaymiz. Bu nima? Masalan, qayerdasan yoki yana shu o'qishdamisan yoki baribir o'zingni bilganingdan qolmading degan tanqidiy so'zlarni qo'llab-quvvatlashga aylantiramiz. Qanaqa qilib? Masalan, xo'p, bolam shu kasbni egallamoqchisan, yaxshi. Mendan nima yordam kerak? Ya'ni qayerdadir fikrlashib yuboraymi senga
yoki ichingda ozgina shubhang bormi masalanki man bilan bo'lish, man senga aqlim yetsa o'zim, aqlim yetmasa man ham o'sha maslahatlashib senga yordam ber, ya'ni tanqid emas, qo'llab-quvvatlash. Albatta. Yoki masalan sochiqni olib kel, derazani yop emas, sovqatdim, oynani yopamizmi bolam masalan, yoki man sen nimaga darsingni qilmayapsan emas, darsingni vaqtida qilishing uchun mendan nima yordam kerak? Keyin men senga yordam beray, ertaga vaqtliroq turishing uchun masalan. Oddiy mana bitta vaziyat bo'ldi, bolamni ertalab uyg'otish kerak edi. Bir ichimdan aniq kelyaptiki, mayli uxlasin, kecha kechroq yotgan edi, lekin bilaman agar bugun uxlasa, ertaga yana shu holat davom etadi. Ya'ni ertaga yana kech yotadi, bugun kech turganligi sababli. Bolamni uyg'otyapman-da, bolam mayli uxlaygan, lekin bilgan ertaga ham kechroq turasan. Agar ertaga mana bunaqa zarur ishi bor edi, uni olimpiadasi bor edi, o'shanga kech qolishing mumkin, chunki 7 da maktabda bo'lishing kerak. Uxlayverasanmi yo o'tirasanmi? 5 minutdan keyin bolam orqamdan o'zi turib kelyapti. Masalan, shu metodikani bilmasa ota-ona, tur, maktabga bor deb nima deydi, bolani tanqid qilib, buyruq berib, bolani o'zidan bezdiradida. Bunaqa holatda bola yoki qul bo'ladi, ya'ni ota-ona nima desa aytganini qiladi. U xohlagan kasbda ishlaydi, u xohlagan qizga uylanadi, u xohlagan uyda yashaydi yoki bunt qiladi, ya'ni qochib ketadi. Ota-onani tezroq tark etgisi keladi. Tezroq shu qo'limga pasportimni olsam-u, ketib borsam, xohlagan mamlakatga. Farqi yo'q, qaysi universitetga kirishimni, qaysi fakultet farqi yo'q. Chiqsam bo'ldi. Ketsam bo'ldi degan fikr. O'shaning uchun aytaman, demak, bolangiz erkin bo'lishi uchun sizni tarbiya metodingizni bir ko'rib chiqishingiz kerak. Agar faqat buyruqlar va tanqiddan iborat bo'lsa, albatta u mana aytibsiz-ku, masalan, proforientatsiya, ya'ni bolani to'g'ri kasbga, hamma xohlaydi farzandini xalqqa bir foydasi tegadigan kasb egasida bo'lishini, lekin siz buni qilgan, bu qadriyatli, bu muhim desangiz, bola sizga teskarisini qilib ham uni qilmasligi mumkin-da. Chunki buyruqlar, nima deydi, tanqidlar bugungi bolani tarbiyalashda ish bermaydigan usul hisoblanadi. Yaxshi bo'ldi. Bugungi bola degan fikringizga qo'shilaman. Bugungi bolani. Chunki biz o'z navbatida yaxshi, endi kaltak degan ma'noda aytmayman-ku, qattiqqo'l, tizimli, jiddiy tarbiyadan o'tganimiz sababli biz mana shu yutuqlarga erishdik, balkim qanaqadir manfaatimiz tegadigan bo'ldik. Agar bizda erkinlik berishganda yoki bo'lmasa siz aytgandek nafs qondirishga yo'l ochiq bo'lganda, biza bunaqa nima edi, голодный как волк deydi-ku, hamma narsani eng zo'ri bo'ladigan tashnalik tuyg'usi bo'lmagan bo'lishi mumkin edi. Ya'ni undan ham yaxshi bo'laylik, undan ham yaxshi bo'laylik degan. Va yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. Loyiq bo'la oldimmi? Shu ishonchga loyiq bo'la oldimmi degan narsa, masalan, meni o'zimda menga nima bermaydi? To'xtashga yo'l bermaydi va yana bitta to'xtasam ham qanaqa aytay, to'xtab dam olsam ham qaysidir ma'noda mazza qilib yaxshi bo'ldi deya olmayapman-da. Ya'ni bu balkim bu bizda qadriyat singib ketgan qon-qonimizga bo'lib qolyapti-da. Balkim kameradan tashqari. Ya'ni chunki dam olish dangasalarni ishi deb uqtirilgan deb bizga. O'shaning uchun dam olsak ham o'zimizni aybdor his qilamiz. Aybdorlik hisida ham kortizol chiqadi, bir xil stress, bu ham stress. O'shaning uchun dam olayotganimizda men loyiqman dam olishga deya olish kerak. Dam olishga. Bugun dam olmay ertaga ishlash uchun, masalan, shunaqa bir ichimizdagi holatimizni o'zgartirsak, ana unda munosabat o'zgaradi, ruhiy holatimiz o'zgaradi. Ya'ni ko'p sabablar hozir aytibsiz, baribir oilada o'sha ota-onani farzand bilan bo'ladigan munosabatiga boryapti. Juda. Shu kamayib ketgan yoki oddiy masalan gadjetga bog'liqlikni yoki masalan to'liq bola internetda vaqt o'tkazayotgani sababi. Men ko'p so'rayman-da ota-onadan, masalan, mana kun tartibinglarni sanab beringlar desam, aytib beringlar desam, ertalab ketdi o'qishga chiqib, soat 5-6 da keladi, bo'ldi, ovqatlanadi, shu bilan bolam xonasiga chiqib ketadi. Ya'ni o'tirib davra suhbatlari yo'q, masalan. Mayli har kuni imkon yo'qdir, lekin haftada bir marta bo'lsa ham mana telefonsiz, gadjetsiz va o'sha suhbat maroqli bo'lishi biz ota-onalarga bog'liq-da. Agar endi choy ichish bilan bolani tanqid qilishni boshlasak yoki nima deydi, sud qilishni boshlasak, bola qochadi bizdan. Va o'sha sportni yoki dopamin deymiz-ku, bugungi bolalarimiz dopaminni qullari, o'sha dopaminni agar biz ota-onalar bera olsak, maza qilib suhbat qilsak, maza qilib bolalarimizni eshitsak, sabr qilib,
bola o'sha davraga intiladigan bo'ladida. Ya'ni oilaviy suhbatlar yo'qolib ketganligini sababi ota-onalar o'zimiz ustimizda ishlamay qo'ydik. Oldingi tarbiya usullari, ana oldingi kaltak bugunga ham to'g'ri keladi degan fikrdamizda juda ko'pchiligimiz. Va o'sha bizani ota-onamiz qat'iyat, nazorat bilan tarbiya qilgan, biz ham shuni ushlasak, marra bizaniki bo'ladi. Lekin bugungi kunni bolasida solishtirish imkoni bor. Ya'ni O'zbekistonda bola qanaqa tarbiya qilinyapti, Amerikada qanaqa tarbiya qilinyapti, bola informatsiya asrida. Albatta. U qulay joyi xohlaydi. Yo'q, masalan, men fikringizga qo'shilaman. Hozir mana men jiddiy kaltak deb aytdim-ku, lekin agar men yana ham chuqurroq kiradigan bo'lsam, bolaligimda biz juda ham ko'p vaqt ota-onamiz bilan birga o'tkazganmiz. Ertalik o'qib berganlar, uxlayotganimizda tushuntirib, hali o'qishni bilmasdik. Masalan, onamlarni aytsam, ovqatli nima qilinadigan bo'lsa, o'sha 4 ta qiz bo'lganmiz, komanda bo'lardi, birga qilardik, tushuntira oldimmi? Bittamiz to'g'rirdik, bittamiz solardik, bittamiz banka yuvardik. Endi hozir ana shu proseslar yo'q. To есть o'sha jarayonlar yo'q. Hozir hamma narsa oson, qilinishi oson va o'z-o'zidan farzandlarimizdan yiroqlashishimizga sabab bo'lyapti. Bizani точка прикосновения deydi, o'sha tutashish nuqtalarimiz kamayib ketyapti-da. Shu asosiy sabab. Ya'ni men yaxshi ko'raman, men bilsam, men bunaqa qilgandim. Hatto men shuni sezdim, samimiy o'zingizni kamchiliklaringizni, bolayida qilgan kamchiliklaringizni gapirsangiz, bola tan olib, bola sizga tezroq yopishar ekan, tezroq o'zining sirlarini ochadi. Xuddi onam ham shunaqa qilgan ekanlar-ku, menda ham shunaqa bo'lgandi, mana bunaqa ham bo'lganmidi sizda deb o'zini motivlarini qilar ekan. Shu ham bitta yaxshi keys bo'ldi. Albatta, chunki ota-ona, bola onam, otam ideal degan fikrga kelmasligi kerak. Xuddi shuningizga mana bitta qizni olib kelishdi, Yangi O'zbekiston universitetida o'qiydi, juda ham aqlli qiz, grant asosida kirgan, juda hamma narsasi zo'r. Ota-ona, onani fikri, qizi ish qilmaydi, dangasi. Keyin aytdim, mana siz qanaqa ish buyurasiz qizingizga? Buni qil, buni qil, buni qil deyman. Keyin aytaman, sani reaksiyang qanaqa? O'zi qilmoqchi bo'lib turgan ishimni aytganlardan keyin qilgim kelmaydi. Va nimagadir katta farzand bo'lgani uchun unga hamma vazifa unga yuklanadi ko'proq. Aytaman, mana komanda образования, ya'ni team building oilada muhimda. Bitta tasavvur qiling, 2 qavatli uyni yig'ishtirishga qancha vaqtingiz ketadi, lekin hamma jamlansa qanaqa bo'ladi? Juda tez. Bitta xonaga kirib ketaymi, o'zimizdan usulimiz aytdim. Bitta xonaga 3 ta o'g'lim bilan kirib ketamiz. Kimdir chang, kimdir pon, kimdir pulsos qiladi. 15 minut yig'ishtirib chiqib ketamiz. Ya'ni 2 soat, 3 soat ketadigan. Endi asosiyni ham ayting. Gaplashishga ham ulgurasiz. Tushuntirib oldimmi? O'tda tozalayotganda bunaqa bo'ludi, bunaqa bo'ludi, ya'ni alohida yana gaplashishga vaqt kerak emasdi. Xuddi shunaqa. Va bizani anu yakshanba kuni nonuchtamiz, tushligimiz kechki ovqatga ulanib ketadi-da. Mashalloh. Va shularni oddiy masalan tartib misolida, ya'ni bolaga o'sha to'g'ri qo'llab-quvvatlash misolida tushuntirganimda, bolani ham, onani ham fikri o'zgaryapti. Ya'ni ona o'zini ayblarini bilyapti va bola ham o'zini, boyagi qiz ham o'zining kamchiliklarini, hamanda bu xato bor ekan. Chunki xulosa so'rayman degan fikrga kelyapti. Demak, agar bolalarni biz qo'llab-quvvatlovchi usulga o'tsak, tanqid va buyruq emas, bola ochiladi. Bola sizni o'zingizni nima deydi, dushman sifatida ko'rmaydi, masalan. Ota-onamga sirimni aytsam bo'lmaydi, o'rtog'imga aytsam bo'ladi degan fikrda bo'lmaydi. Endi va siz qachon bunaqa bo'ldi farzandim deb qolmaysiz. Shunaqa bo'ladi, voy qachon bunaqa bo'lib qoldi? Biz o'tkazib yuborgan bo'lamiz. Bolam yaxshi deb. Keyin yana bitta narsa aytish kerak. Men buni maktabda sezganman. Maktabda farzand, uyda farzand ideal. To есть ikkita rol o'ynaydi farzand. Masalan, 6-sinf, 7-sinf bo'lsa ham, ota-onalar bilan gaplashganda, meni bolam unaqa qilishi mumkin emas. Hech qachon bunaqa qilmaydi. Mana shunchalik ishonch bilan aytadi. Keyin oxiriga yetib dalillar bilan ko'rsatib berganimizdan keyin qachon bunaqa bo'ldi? Men qanaqa bunaqa bo'ladi degan xato qildim degan savollar bo'lib qoladi-da. Shuning uchun farzandlarimiz ikkita tarafda ham yaxshi o'zlarini rollarini o'ynab berishyapti. Bu tarafiga ham ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Agar siz aytgandek pogladingizda hamma narsa xo'p bo'ladi degan bola bor desa, uni bir maktabdagi o'rtoqlarini, maktabdagi muhiti qanaqaligini, maktabdagi o'qituvchisi unga qanaqa baho berayotganini, soft skills qanaqaligini tekshirsak bo'ldi ekan. To'g'rimi ustoz? Bizada katta narsa bu hard skillsga biz urg'u berib qo'yamiz. SAT, IELTS, ma'lumot kerak emas deyman, albatta kerak. Albatta bu bilimlar kerak, lekin birinchi
nima deydi, inson bo'lsin. Albatta. Birinchi o'sha soft skills, munosabati, farosati, hurmati, axloqi, tarbiyasi bilan go'zal bo'lsin. Keyin nima tepasiga g'isht ursangiz ketaveradi deb o'ylaymanda, shunaqa qadriyatdaman. Biza unaqa qilmayapmiz. Biza masalan birinchi sinfga borganda nechta til o'rgatadi? Birinchi sinfda bola til uchun bormayapti, til uchun borsa kurslar bor. То есть birinchi sinfda bola fundamentирует, то есть o'ziga jamiyatdagi kichkinagina rollarini, kichkinagina vazifalarini nima qilib boryapti? O'rganib boryapti, bitta a'zosiga aylanayapti. Salom berish nimaligini, nega salom beriladi, nega qo'l yuviladi, o'rtoqlari bilan narsalarni bo'lishi, uy vazifani ko'chirtirayotganda yo'q deya olishi, misol uchun senga men o'rgatib bera qolay deya olish, ko'rasizmi? Juda momenti ko'p. Lekin bizda anaqa nima tugari, anaqa musobaqa bo'ladimi, chempion bo'ladimi? Men albatta bunga xursandman. Lekin ana narigi etapimizni o'tgandan keyin qurilishi kerak-da. Anaqa 15, 16, 17 yoshli bitiruvchi yoshlarimiz uchun ham aytaman. Bizani so'rovimiz nima bo'lsa, shuni olamiz. Mana shunaqa anaqa. So'rovimiz IELTS bo'lsa, talabimiz IELTS bo'lsa, IELTS oladi bolamiz. SAT oladi, universitetga kiradi. Shu bilan hayot bitta degani emas-da. Ya'ni talabimiz o'qimishli bola, farzandim o'qiyapti, kimnidir uyiga sovchilikka borganda farzandim mana bu joyda o'qiyapti, mana bunaqa diplomi bor, ko'richka. U qanaqa inson? Nimalar qilgan? Qarang, Garvardga qizimiz kirdi, mana hozir Instagramda shunaqa bir ichimdan xursandchilik, havas qildim, titradim, g'urur, iftixor. Mashaalloh dedim va yana bittani qarang nimani o'lchagan Garvard. То есть kriteriyalarida. Uni to'g'ri SATdan katta ballar bor, IELTSlar bor, lekin bitta u bilan qabul qilmagan. Qanaqa volontyorlik ishlarini qilgan, qanaqa xayrixohlik, kimlarga yordam bergan. Umuman jamiyatda u aktivmi, faolmi? Inson sifatida u kimgadir foyda keltiraman degan qadriyati bormilarni tekshirib, keyin imkoniyat beryapti. Men o'ylayman, onalarimizda, otalarimizda, hamma ta'lim muassasalarida birinchi kriteriyaimiz shu bo'lsagina biza jamiyatimiz o'zgaradi va boya aytdim-ku, diplom bilan, IELTS bilan maqtanadiganlar bo'lmaydi. O'zi bilasiz-ku, yaxshi ish qilganda maqtanishni yomon ko'rasan, maqtanging kelmaydi-ku. Jimgina qilasan, ko'p ish qilasan. Shunaqa qadriyatdagi bolalarni tarbiyalagan bo'lamiz deb o'ylayman, nazarimda. Shunaqa. Ya'ni bizani kimligimizni bolalarimizga ko'rsatib beradi. Albatta. Vaqt kerak. Albatta. Qanaqa tarbiya berganimiz. Albatta. Men ham yaqinda bitta chiroyli suhbatda shunaqa bo'ldim. Shu menga va'da berdi, yotlab bermadi-da dedim. O'g'limni. Yo'q, va'da berdi, bir hafta o'tdi, yotlab olmadi, yotlab bermadi. Desam, siz kimga va'da berib qilmadingiz dedi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni siz kimgadir va'da berib hali qilib bera olmagan situatsiya bormi? Shunaqa holat bormi deb savol berdilar-da. Va o'zimni analiz qilishni boshladim. To есть qaysi joyda men ulgurmayapman, nima qilib. Juda ham unaqa bitta gap, lekin juda ham ta'sirli gapda. Biza ota-onalarimizda ham farzandlarimiz nimadir qilmayotganmiz, bizani aksimiz ekan va biz qachon shunaqa qildik, bizga bu qaytyapti. Biz nimani hozir noto'g'ri qilib qo'ydik, farzandimiz bizda shuni aks ettiryapti va bizga bu juda og'riqli. Farzanddan bo'lgan kerak o'zimizda. Albatta. Ya'ni o'sha farzand tarbiyasi ota-ona o'zini isloh qilishdan boshlanadi. Ya'ni farzandimiz noqobilmi? To'g'ri, endi buni diniy tomondan ham agar ko'radigan bo'lsak, masalan, juda katta olimlarning farzandlari ham axloqsiz bo'lgan holatlari bor. Albatta istisnolar bor, o'ziga yarasha sabablar bor. Lekin asosan agar ota-ona o'zida ya'ni farzand tarbiya ota-ona o'zini tarbiyalashdan boshlanadi. Nafs tarbiyasi, ruhiy tarbiya, jismoniy tarbiya hammasidan boshlanadi. Agar xohlaymizmi bolalarimiz yetuk bo'lishini, avval o'zimizni tarbiya qilib qotirib qo'yishimiz kerak. Albatta. Hurmatli ota-onalar, albatta farzandinglarni 15 yoshdan 18 yoshgacha kasbga yo'naltirish borasida hali qaror qabul qilmagan bo'lsanglar, aynan uni moliyaviy bilimlarini 10-11-sinfdanoq egallab, buxgalteriya va moliya kasbini mutaxassisi bo'lishini xohlasanglar, izohlarda havola qoldiraman. Shu havola orqali ro'yxatdan o'ting. 10-yanvarda guruhlarimiz ochiladi. Farzandingiz ham IELTS, SAT va institutga kirish dasturlari bilan, darslari bilan birgalikda bitta kasbni egasi bo'lib olishi mumkin. Vaqtni boy bermanglar. Ustoz, men bir seminaringizda bo'lganimda
haqiqatda farzandlarim uchun ham akademiyamizda tahsil oladigan o'quvchilar, talabalar uchun ham temperamentni kasbga yo'naltirish bo'yicha qanaqa muhimligini tushunib yetganman. Shu temperamentda qaysi temperament turlari qaysi kasblarga mosligini bir qisqa tushuntirib o'tib ketsangiz foydali bo'lsa bizani ko'rayotgan onalarimizga. Bu mana temperamentni asosi baribir bizani dinimizga undan ham oldin, masalan, islom ta'limotlariga undan ham oldin yakka xudolik dinlariga borib taqaladi. Mayli buni aytmang, hozir kirib ketib qolaman. Siz baribir falsafa anaqasizda o'sha yerdan olgingiz keladi. Shunaqa. Hamnaqa deyman. Xo'p, temperament ilmini sinonimi mizoj ilmi deyiladi. Ya'ni mizoj ilmi bu bizni bolalarimizni va o'zimizni tanishimiz kerak bo'lgan ilm. U g'arbda to'g'ri temperament deb ataldi. Endi sharqda o'zimizda mizoj. Ikkalasining ham ma'nosi bir. Ya'ni aralashma degani. Mazaja, temperamentum ma'nosi bir xil. Va demak, bolani temperamenti, bolani asl tabiati haqidagi ilm bizning muqaddas kitoblarimizda keltirilgan. Demak, ota-ona bolani tabiatini va uni fitratini bilishi juda ham muhim. Chunki o'zini buzuq fitrati bilan bolani toza fitratini buzib qo'ymasligi uchun ham, ya'ni bitta mizojdagi bolani bilmasa yoki uni yaltiratib brilliant darajasiga chiqaradi yoki uni zanglatib tashlaydi. Demak, bu oddiygina temperament yoki mizoj ilmi deyiladi. Hop, 4 ta temperamentni oladigan bo'lsak, bu 4 ta unsur. Ya'ni suv, havo, tuproq va olov. Xuddi shu kabi, demak, flegmatik, melanxolik, sangvinik va xolerik deb aytamiz. Va buni mizojda ham o'zini ma'nosi bor. Qon mizoj, balg'am mizoj, safro mizoj deyiladi. Savdo mizoj va bular bir-biriga ayni bir xil. Va bularni bilsak agar biz farzandimizni, masalan, deylik, melanxolik bolamiz qanaqa u xayoliroq, iboliroq, nima deydi, qayerdadir o'ziga bo'lgan ishonchi yetishmayotgandek tuyuladigan bolamiz. Aslida u har bir gapini o'ylab gapiradigan introvert bola. Unda proses boshqalarga nisbatan, ya'ni xolerik bilan sangvinikga nisbatan sal sekinroq ketadi. Shuning uchun biz ota-onalar sabr qilib eshitib kutib turishimiz kerak. Agar shuni kuta olmasak va farzandimiz melanxolik ekanini bilmasak, unga biz nima deymiz? Qo'rqmas bu, jasur bu, o'zingga ishon deb o'rgatamiz. Vaholanki uni kuchi qayta o'ylash, chuqur mulohaza qilish va qayerdadir o'ziga ishonmaslik uni foydasiga edi. Ya'ni biz juda chuqur mulohazali tahlilchini shoshma-shashar o'zini kimligini bilmaydigan insonga aylantirib qo'yamiz. Kim bo'lishi mumkin edi u melanxolik? U olim bo'lishi mumkin edi. Juda katta faylasuf bo'lishi mumkin edi yoki masalan o'sha moliya ilmi yoki mana iqtisod daqiq o'sha kerakli joylarigacha erinmasdan bitta hisoblab chiqadigan holatida mukammal qiladigan bola edi. Ota-ona uni tanimadi va bilmadim, masalan deylik, sportga yo'naltirdi. Ko'p aytishadi-da, mana hech qaysi sportda eplolmayapti deydi. Kim aytaman, shaxmatga berib ko'ring. O'tda o'ylash kerak, strategiya va o'shanaqada bola tez ketadi. Flegmatik bolada ham xuddi shunaqa. Ya'ni flegmatikda ham, melanxolik bola ham, flegmatik bola ham, demak, bemalol hisob-kitobni qila oladi. Chuqur tahlil qiladi, qayta tekshira oladi. O'ziga ishonchsizligi uni foydasiga yordam beradi. Va biz, ya'ni moliya bilan buxgalteriya kasblari shu ikkita. Aynan, chunki ulardan zo'r buxgalter va zo'r moliyachi chiqadi. Nimaga? O'ziga o'zi ishonmaydi-da. Qayta tekshiradi. Boshqalar qilganini ham tekshiradi, o'zi qilganini ham tekshiradi. Auditorlar ideal darajaga chiqaradi. Agar qaysidir kompaniyaga borsa, agar palonchi kelyapti desa va u flegmatik melanxolik bo'lsa, undan qo'rqish kerak bo'ladi. Nimaga? U albatta kamchilik va xato topadi. Endi xolerik bilan sangvinikchi, ular ekstravertlar, ular shoshqaloq, ular bir joyda o'tirmaydigan, ular o'sha hamma narsani nima deydi, jarayonda qilib ketadigan insonlar. Ular kimlar demak? Ular marketingliklar, ular tadbirkorlar, ular yetakchi. Nima flegmatik bilan melanxolik yetakchi emasmi? Ular ham lider, lekin ular orqada yuradigan lider. Ya'ni hammani o'ylab, sahna oldi, sahna orti degan narsa. Xuddi shunaqa. Ya'ni hammani o'ylaydi, ideyalari butun insoniyat uchun bo'ladi. Lekin o'zi ko'rinmaslikni xohlaydi. Masalan, orqada turishni xohlaydi. Xoleriklar bilan sangviniklar, ular ham lider, ham o'shani ko'rsata oladigan shaxslar. Kuchli strateg, bular kuchli tadbirkor. Ya'ni tadbirni qilib tez amalga oshiradigan insonlar. Shuning uchun tasavvur qiling, bolangiz flegmatik, lekin siz uni sportchi qilmoqchisiz yoki bilmadim, aytishnik qilmoqchisiz. Bu uni zarariga ishlaydi. Xuddi shunga o'xshagan bolani olib kelishgan. Bola
sangvinnikda bir joyda o'tira olmaydi, juda kuchi ko'p, sportga zo'r. Ota-onasi aytishlik bo'lasan deb oyma-oy kursada o'qityapti. Bolada keyin duduqlanish boshlandi. Ha. Gaplashdim, hech qanaqa muammo yo'q. Faqatgina o'sha bola xarakter, temperament, Alloh taolo yaratgan temperamentda u harakatda bo'lishi kerak edi va harakatdan kuch olardi u. Lekin ota-ona uni harakatsizlikka o'tkazib qo'ydi. Va bolada ichki norozilik, chunki o'zini tabiatiga qarshi chiqyapti bola. Qayerdadir anglayapti, qayerdadir anglamayapti va o'sha ichidagi holati tilida, demak, logonevroz deymiz biz, shunaqa muammo bo'lib chiqyapti. Va uni ota-onasiga tanishtirganimdan keyin ota-onani fikri o'zgardi va sekin-sekin hech qanaqa dori-darmonsiz ota-onani shunchaki to'g'ri munosabati bilan boladagi muammo bir oyda yo'qolib ketdi. Va bir ota-onadan har xil mizojdagi, har xil temperamentdagi farzandlar bo'ladi. Biz kabi bo'lish shart emas. Bizni shablonlarimizda, masalan, men xolerik bo'lsammi yo sangvinik bo'lsam, farzandlarim hammasi shunaqa bo'ladi degani emas. Chunki Alloh taolo biladi, bizga qanaqa farzand bersa, biz o'zimizni farzandlar orqali tarbiyalaymiz, biz erimiz orqali o'zimizni tarbiyalaymiz va muhitimiz bizni tarbiyalash uchun. Demak, Alloh bizga flegmatik bola berdimi? Demak, bizni agar siz tasavvur qiling, sangvinik va xolerik bo'lsa, sabrga o'rgatmoqchi. Yoki shunaqa turmush o'rtog'i berdimi? Demak, qayerdadir shoshqaloqlikni o'rniga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Farzandingizda ham bu muhim. Shuning uchun zanglatib qo'ymasligimiz uchun ham bolalarimizni yaxshilab tanib olishimiz kerak. Endi bu temperament masalasi alohida, ya'ni bu tug'ma dedik. Albatta, yaqqol ko'rinib turadigan temperamentlar kamdan kam. Ko'pincha yonma-yon bo'ladi, ikkita bir-biriga o'xshash yoki hammasi ham bo'ladi, lekin qaysi biridir ustunligi bo'ladi. Hozirgi ko'p ko'rayotganim ikkita temperamentning yonma-yon kelishi. Meni tajribamda ko'p bo'lyapti va ota-onalarga uni tanishtirib va ota-ona o'zini bilgandan keyin muammolar hal bo'lib ketadi-da. Onasi keyin bolalar mana shunaqa holat bo'ldi. 3 yashar bolacha eshitib o'tirdi shunchaki konsultatsiyani. Onasini xolerik ekanligini, shoshqaloq ekanligini, bolasiga shuning uchun baqirib yuborganini tushuntirib, nima qilsam, qiz aytdiki, "Oyijon, xoleriksizda, siz g'azabingiz ustida ishlashingiz kerak" deb. 3 yashar qiz. Nafas oling, men o'rgatdim, nafas oling, vaqt o'tkazing. Nafas oling, chuqur nafas oling, o'zingizga keling, oyim. Keyin o'ylab ko'ring, menga nima deyishingizni deb, onani o'shancha aytaman. Farzand tarbiyasi faqat ota-onalar uchun emas-da. Ba'zida bolalarning o'ziga o'sha yumshoq ko'nikmalarni o'rgatish ham bizning ishimizni osonlashtiradi. Men demak, introvert bo'ladigan yoki flegmatik bo'ladigan insonlarda, melanxolik bo'ladiganlar, ular siz aytayotgan bitta fikrni jamlab, bitta narsani oxirigacha yetmaguncha qo'ymay, juda ham omma, masalan, majburlab ularni omma oldiga olib chiqish, liderdek hissiyotlarini shakllantirish, demak, noto'g'ri qaror bo'ladi ular uchun. Masalan, buni shakllantirmaslik ham noto'g'ri qaror bo'ladi, lekin bolada masalan bo'ldi chiqasan deb majburlamaslik. Shunchaki uni o'z holiga qo'yib berish va uning uchun o'sha masalan nutqni yaxshilash yoki omma oldiga chiqish qanchalik foydaligini tushuntirganimizda va bola bundan o'zi rozi bo'lib keyin harakat qiladigan bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Agar masalan flegmatik melanxolik bola uchun bu stress bo'lsa, bola ichidan norozi bo'lsa va ichidan o'sha o'zini to'liqsizlik hissi bilan bo'lsa, albatta bu ota-onaning xatosi bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha chetda uyalib turadigan bolalarni salom bermaysanmi deb ota-ona uyaltirib qo'yadi-yu. U odamni tanishi kerak birinchi. Uni kimligini eslashi kerak yoki hali formalniy kontakt o'rnatishga ulgurmadi bola. Keyingi ko'rishganda salom berishi mumkin. Biz shoshiltirib qo'yamiz o'zimizni. Uyaltirib ham qo'yamiz. Shoshqaloq tabiatimiz bilan. Bilasizmi, hozir men sezdim gaplaringizdan. Ko'p bolalar hozirgi yoshda, mana 30 yoshda, 35 yoshda men kasbimni o'zgartirmoqchiman. Bo'ladi-da, juda ham ko'p. Men shifokor edim, men medsestra edim. Men tikuvchilikka borganman, ayniqsa ayollarda bu ko'p bo'ladi va 30-35 ga kelib men kasbimni o'zgartirmoqchiman, men buxgalteriyani tanlamoqchiman. Men o'z azaldan yaxshi ko'rardim buni, lekin imkoniyat shunaqa bo'lmagan. Meni doktor bo'lishimni xohlashgan yoki o'sha tikuvchi bo'lishimni xohlashgan degan vaziyatlar ko'p bo'lyapti hozir. Endi hozirgi zamonamizdagi farzandlarga kasb tanlashda ota-onani roli qaysi darajada bo'lishi kerak?
chunki 30-35 bu bizani paytimizdagi kasb tanlash stereotiplari bo'lgan va ota bobolarimiz qilgan ishni qilasan, biz hammamiz doktor bo'lganmiz, san ham doktor bo'lasan. Umuman temperament masalasi mana endi dolzarblashyapti va depressiya, siz aytgan kasbdan ko'ngli sovish, 10 yil 15 yil ishlab qo'ygan kasb, lekin borgim ham kelmaydi, qaragim ham kelmaydi degan vaziyatlarga borib qo'yish oqibatlari ko'p bo'lyapti. Man hozirgi bolalarda ota-onani aralashuvi demay, ota-onani birga kasb tanlashdagi roli qanaqa bo'lishi kerak va ota-ona nimalarga ko'proq ahamiyat berish kerak? Mana shu joyda, mana shu savol bilan bizning markazimiz ham shu muammo bilan duch kelganmiz va bolalarni tarbiyalash uchun, bolani kasb tanlash uchun 5 mezonli dastur ishlab chiqamiz. Ya'ni 5 mezon bu nima? Bolani nafs holati, qalb holati, temperamenti, xarakteri va intellekt turi. Agar mana shu 5 tani har bitta ota-ona, masalan, bitta farzandi bo'ladimi, 5 ta farzandi bo'ladimi, bitta yaxshilab filtrdan o'tkazib olib, masalan, katta farzandim xolerik, sikloid, badaniy kinestetik intellekti yuqori, nafsi ammorada, qalbi salim qalb yoki kasal qalb deb aniqlab oladigan bo'lsa, o'shanga ko'ra to'g'ri tarbiya bo'lsa, ertaga oqibatlari bo'lmaydi. Ya'ni bola o'zini kasbida bo'ladi, o'zi xohlagan, ya'ni o'zini talanti, qobiliyati bor bo'lgan kasbda muvaffaqiyatli bo'ladi va bundan o'zi rozi bo'ladi va nima deydi, atrofdagilar bilan ham baxtli hayot kechiradi, ya'ni jamiyatda. Chunki hammamizning vazifamiz, maqsadimiz, niyatimiz baxtli farzand yetishtirish. Mana shu 5 ta mezon asosida tarbiyalamaslik bolani ko'pincha ruhiy salomatligiga putur yetkazib qo'yadi. Ya'ni biz shunaqa muammo bo'ldi. Ya'ni nimaga bolalar orasida depressiya, nevroz juda ko'payib ketadi? Nega suitsidlar ko'p? Juda ko'p suitsidlar. Bola hali hayot boshlanmadi. Chunki mana yuqorida aytdik-ku, biz mana to'liq erkinlik bo'lsa, agar bolaga qadriyati, uni kimligi, o'zligi o'rgatilmasa, statistika bor, 10-12 yoshda bola albatta depressiyaga tushadi. Va mana hozir shu zamonga yetib keldik. Biz buni 2 yil oldin prognozlashtirdik, ya'ni biz endi ilmiy markaz bo'lganimiz uchun, ilmiy ishlar bilan shug'ullanganimiz uchun bundan keyin qanaqa muammolar bo'lishi mumkin va mana shu mezonimiz asosida agar bolani to'liq diagnostika qiladigan bo'lsak va ota-onaga o'zini farzandini to'g'ri tanishtirib, to'g'risida to'liq ma'lumot bersak, ota-ona shu yo'nalish bo'yicha oddiygina yo'nalishini o'zgartirib ham bolasini ruhiy salomatligini tiklab olgan onalar juda ko'p keladi bizga. Aytadi, mana siz bunaqa dedingiz, biz bunga to'g'riladik, bolamda muammo yo'q. Bunga men bemalol fikringizga qo'shilishib ketaman. Ixlos maktabimda ham mental arifmetika, shaxmat, robototexnika endi biz qo'shimcha dars sifatida qo'yganmiz va bilasizmi, shaxmatda o'zini kashf qilganlar bor. Mental arifmetikada chempion darajasiga chiqqanlar bor. Robototexnikada o'zim o'g'lim injenerstvo genkodda bor. Endi uni aytaman, muhandislik, lekin robototexnikaga bunaqa mukkasidan ketishini men tasavvur ham qila olmaganman. Va shu bolam robototexnikaga boradi, qaysidir to'garakka masalan olib bormaganman. Matematika, ingliz tili, oldin fanlarni yaxshi o'zlashtirsin degan qadriyatda bo'lganman deb, shunaqa fikrda bo'lganman. Lekin hozir fikrim o'zgardi. Ya'ni bolalarni kichkinaligidan o'sha 12 yoshgacha bo'ladigandan qayerda u mazza qilyapti. Qayerda o'ziga qadr topyapti, qimmat, boshqalardan men shu ishni yaxshiroq qilaman degan priznaniya deydimi, ishonch topadi. O'shanda to'xtatib bo'lmas ekan. Men hozir ustoziga ham rahmat deyman. Shunaqa yo'naltirib, amaliy qilib ko'rsatib, qilgan ishini mahsulini, hosilini ko'rib, yana ham katta zafar tuyg'usimi, g'alaba tuyg'usimi keyingisiga bog'lanishini yo'lga qo'yib yubordik deb tseppochka. Lekin qaysi kasb, nima qiladi degan, doktor bo'ladimi? Bizada genkodda doktorlar yo'q. Qaysi turmanda doktor meni orzuyim bo'lgan. Shu orzuni boya aytdim-ku, nimchani kiydirish o'sha ma'noda bo'ldi va bu qadriyatdan ko'rganimdan keyin, qiziqishni ko'rganimdan keyin ko'zi yonayotganini nima qildim, to'xtatdim. Shu bo'yicha ketasan. Ya'ni shu bo'yicha nima investitsiya kerak bo'lsa, albatta yoningda. Ya'ni qaysi kasbda bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini qiziqqan, uni masalan hozir bugun injener texnologiya bilan bog'lanish mumkin, genni injener, hamma narsa bilan bog'lash mumkin. Xuddi shunaqa. Ustoz, moliyaviy ilmlarni qaysi yoshdan olish kerak? Umuman pul bilan bo'ladigan munosabatlar hozir mana yoshlarimizda ko'p, juda ko'p va'dalar bor, natcoin,
o'yinlar bor, o'sha aytamiz PUBG, qanaqadir pul mablag'larini berishadi, lotereya o'yinlariga kirib qolishadi farzandlarimiz. Qaysi biri ularga qopqon, qaysi biri kelajak, ikkilanib qolmasligi uchun bola necha yoshdan pul munosabatlariga kirsa bo'ladi, necha yoshdan unga moliyaviy bilimlar kerak bo'ladi deb o'ylaysiz? Bu savolni o'zingiz bilmaysizmi javobini? Bilaman, lekin men bilaman. Mani qadriyatimda men aytsam nomutaxassis sifatida aytavering. Yo'q, mana umuman sizdagi bolalarda shunaqa keyslar bo'lgan va bu noto'g'ri bo'lgan hisobiga va shunaqa keys misolda aytavering. Endi men o'ylayman hozirgi kunda juda ko'pchilikda muammo, ya'ni birinchi muammo bu o'sha hayotiy ko'nikmalarning yo'qligi bo'lsa, masalan, u juda katta muvaffaqiyatga erishgan inson bo'lsa ham suitsid bilan hayoti tugashi mumkin, to'g'rimi? Ya'ni unda demak hayotiy ko'nikmalar, stressni boshqarish, umidsizlikdan chiqish kabi ko'nikmalar birinchi o'rinda bo'lsa, demak albatta keyingi o'rinlarda moliyaviy boshqaruv, moliyaviy savodxonlik bugungi kunning talabi. Nimaga hozirgi kunda tashqaridan keladigan sablazn nima deb tarjima qilsak bo'ladi? Qiziqishlarmi, xohishlarmi, qanaqa ayting? Sablazn nima deyiladi rostdan ham? Tuzoq deb qolaman. Qarmoqmi? Qarmoq, tuzoq deb qolaman. Chunki hozirgi kunni bolalariga singdirilayotgan bir fikr bu hozir boy bo'l va tez bunga erish. Va mana shu yo'lda bolalarimizni tuzoqqa o'zi bilmagan holda tushib qolyapti. Men shu bo'yicha farzandlarim bilan o'tirib bir suhbat qilganimizda bolalarim aytuvdi, "Oyijon, agar biz boshqa millat bo'lsak va boshqa din vakili bo'lsak, biz juda oson boyib ketar ekanmiz. Chunki bizda halol, harom degan tushuncha bo'lmaydi. Va bizni bu noto'g'ri, bu to'g'ri yo'l, bunda odamlarga zararim tegadi degan fikr bo'lmas ekanmiz. Bizni hozir o'zimizni ketayotgan yo'limiz qiyin ekan, lekin to'g'ri yo'l ekan." degan bir shu mavzularda suhbatlashamiz. Shu mavzuda shunaqa xulosa qilishuvdi. O'shaning uchun bunaqa nayranglardan, ya'ni tuzoqlar ko'pda hozir, tez boyib ketish, hoziroq ega bo'lish, 20 yoshda Instagramga kirsangiz, masalan, ota-onasiga uyoq berayotgan, mashina berayotgan bolalar juda ham ko'p. Lekin uni nima deydi, mohiyatiga borib taqaladigan bo'lsak, qanchalik shu bola aytganingizdek moliyaviy bilimdon, qanchalik u to'g'ri yoki noto'g'ri yo'ldaligini bilib oladi. Buning uchun albatta bola tanqidiy fikrlashi, demak, yoshligida masalan biz 15 yosh balog'at deydigan bo'lsak, 15 yoshgacha bu bilimlarga ega bo'lish kerak deb hisoblayman. U bugun uyda o'zini oddiy cho'ntak pulini nazorat qila olmayaptimi? Ertaga u uylansa yoki turmushga chiqsa yoki biror kasbni egallaydigan bo'lsa ham o'zini moliyasini juda ko'pchilik to'g'ri boshqarmaydi degan fikrdaman. Va nafaqat oddiy odamlar, biznes egalari ham u qayerdan, qaysi cho'ntagidan qayerga pul chiqib ketayotganini uni nazorat ham qiladi va buni xohlamaydi ham. To'g'ri, to'g'ri. Men fikringizga qo'shilaman. Aynan pul munosabatlarini farzandlarimizga 10 yoshdan, 12 yoshdan endi pocket money deyshadi, cho'ntak puli deb yig'iladimi u, bir kunda ishlatib yuboradimi hamma pulni deganda, men aytmoqchi bo'lgan narsam, bolalarimda o'sha pul munosabatlarida agar men bittada bersam, hozirgi ko'p ota-onalarda ehtiyojidan ortig'i bor. Chunki to'xtalaylik, ya'ni ehtiyoji agar unda bir 15 ming, 20 ming, hop 50 ming so'm bo'lsa, yo'lkalarga borib kelsa, 100 ming berib qo'yadigan, 150 ming yoningda yursin, kam bo'lmasin deydigan qadriyat aslida bolalarimizni endi ehtiyojidan oshiq bo'lganda nima bo'ladi? Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ehtiyojlari qadar rizq bergin deb duo qilgan ekanlar. Ya'ni nima demoqchiman? Darrov boshqa joy, boshqa xohishlar va u to'g'rimi, noto'g'rimi, nafsni yana keyingi darajalari nima qilib qoladi? Ochilib boradi va pulni resurs cheklanganligini bola tushunmaydi. Ya'ni hozir odamda bor, ertaga bo'lmay qoladi, ertaga o'zim oyoqqa turishim kerak va pulni to'g'ri o'zim boshqarib olishim kerak degan ko'nikma shakllanmaydi. Masalan, menda bo'ladi, hammasi pulim bor narsa. Azgina siz necha pul yig'ib qo'ydingiz deyman o'g'limga yoki qizimga. O'zim 60 mingim bor. Mayli, men 40 ming berib turaman. Bo'lmasa men ham 100 ming berib qo'yishim mumkin. Ya'ni qaysidir ehtiyoji. Shuni yig'ib yana bitta aktiv oling. Keyin har doim aytaman, xarid qilayotgan narsa nimaligini ham so'rayman. Ya'ni liberal dediz, erkinlik deganda bitta anaqa qiling, analiz qiling, qanaqa xarid bu.
bu senga foyda, daromad yoki keyingi ilmingni ko'p bo'lishiga ishlatadigan pulmi yoki bo'lmasa qornimizni to'q bo'lishiga ishlatadigan pulmi, endi obrazni aytganda. Va o'zligi sekin tafakkur qilishadi. Bu 10-12 yoshdan qo'ysa bo'ladigan. Lekin 15 yoshdan 18 yoshgacha moliya bilimini mana hozir biz o'qityapmiz, akademiyada ACC kvalifikatsiyasi o'qityapmiz. Bolalar bemalol egallayapti. Chunki bitirib bo'lib moliya institutida o'qib yoki qaysidir institutda o'qib keyin shunda ishlayman desak, biz hozirgi rivojlanayotgan davrda kechib qolamiz. Shunaqa. Chunki 3 yilda undan ham katta bilimlarga ega bo'lib, professional levelga o'tib oladigan nimalarimiz, zamondoshlarimiz topiladi-da. Shuning uchun men hozir aytmoqchi bo'lganim 15-16 yoshda masalan 9-10-11-sinfda maktabda qildim. Buxgalteriya kasbini qo'shdim, moliya kasbini qo'shdim. Hozir endi maktabda parallel ravishda IELTS va SAT bo'lgani bu ularga institutga kirishga bitta hujjat bo'ladigan bo'lsa bilimlarga, lekin kasb emas. Lekin moliya bilimlarini olsa, qo'lida kasbi bo'ladi va kasb bo'lmagan taqdirda ham bu tadbirkorlik qilmoqchi, startap loyiha qilmoqchi. Mana taqdimot degan ko'rsatuv chiqdi. Taqdimotda biznes necha yilda qoplaydi, qanaqa resurslar talab qilinadi degan savollarga moliyaviy bilim bilan bemalol javob bera oladi. Va takliflarni kelayotgan qiziq takliflar 100%, 100 million sho'tingga tushadi degan qiziq takliflarni o'z-o'zidan to'pato'g'ri. O'z-o'zidan filtr qilib, ha yoki yo'q deya oladigan ilm kerak bo'ladi bolalarimizga. Aslida shu maqsadda qo'ydim. Men o'zi qanaqa edi? 11-sinf bitirgandan keyin dedim, lekin 11-sinf bitirganda yondosh kasblar keladi. Masalan, IT keladi yondosh, kod yozish, meditsina yondosh kasblar. Lekin buxgalteriya 10-11-sinfda hali u kasbga kelmasdan oldin bemalol ko'nikma sifatida kasb sifatida shakllanish kerak deb o'ylayman. Shu fikrim qanchalik to'g'ri? Yo'q, juda ham yaxshi. Chunki mana bola masalan hattoki mana kasb tanlayotganda ham agar buxgalteriya o'sha hisob-kitob, moliyani biladigan bo'lsa, o'sha kasbi unga qanchadan keyin qanaqa foyda keltirishi mumkin yoki bu kasbi faqat o'sha nima deydi, pul tikiladigan kasbmi, ya'ni mevasini, masalan shifokorlik biz aniq bilardik kirayotganimizni bir 10 yildan keyin mevasini berishni boshlaydi. Xuddi shuna. Biz bitiramiz, 10 yil o'tadi, keyin mevasini beradi. Ustozlarimiz aytardi, 10 yil sut ichasizlar, 10 yildan keyin qaymoq yeyishni boshlaysizlar derdilar-da. Xuddi shunga o'xshab biz unga tayyor bo'lganmiz, lekin hozirgi bolalar bunga hammasi ham rozi bo'lmaydi. Demak, ularda rozi bo'lmayaptimi? O'zini varianti bo'lishi kerak. Demak, ular moliyaviy tomondan tayyor bo'lishi kerak. Xuddi shu masalada biz yaqinda bir intervyuga bordim, moliyaviy piramidalar haqida. O'sha firibgarlikka tushib qolayotgan bolalarimiz ham moliyaviy bilimsizlikdan-da va o'sha yerda firibgarlarni bizni bolalarimizni tez tuzoqqa nima qilayotgani 3 ta narsaga o'ynab beryapti. Ya'ni bolani ixtirosiga o'ynaydi. Ya'ni hozir san baxtli bo'lasan yoki sanda hozir shuncha pul bo'ladi, bolada ixtiros uyg'onadi yoki qo'rquv masalan. Hozir shuni qilmasang kambag'al bo'lasan 10 yildan keyin degan qo'rquv. Va o'shan bilan bolani diqqatini tortib oladi firibgarlik ikkinchi usuli. Uchinchisi ixtiros va nima deydi, diqqatni orasida bolada mana miya shunaqaki, bitta qismi aktivlashsa ikkinchi qismi susayadi. Demak, amigdala emotsiyaga javob beradi. Emotsiya kuchayganda bolada prefrontal korteks, ya'ni tanqidiy fikrlash pasayadi. Shuni hisobiga osongina tuzoqqa tushib qoladi. Shuning uchun hozirgi bolalarimiz uchun bunaqa nima deydi, tuzoqlar bor paytda albatta moliyaviy bilimlar kerak. Men shu yerda agar bizani kuzatayotganlar orasida shunaqalar ko'p bo'lsa aytardim. Shunaqa takliflar bo'lsa ham albatta birinchi moliyaviy bilimlarni egallanglar va keyin tanqidiy fikrlash uchun o'sha qaror qilinayotgan paytini ertaga ko'chirishni tavsiya qilaman. Ya'ni o'sha issiqligida bosish yoki masjidga shuncha pul tiksam menga bir oydan keyin menimcha foyda kelar ekan deyotganda odam o'ziga savol berish kerak. Hozir meni qaysi hissiyotim boshqaryapti? Diqqatim nimaga tortildi? Va qanaqa qaror qildim? Bu qarorim ertaga ham to'g'ri bo'ladimi? Va ertaga sovuq miyaga bu haqida bir o'ylab ko'rishni tavsiya qilgan bo'laman. Juda ham to'g'ri tavsiya. Uni ayollarga ham tavsiya berishimiz mumkin. Juda ko'p. Bu o'sha xaridlar, ixtirosdagi xaridlar, emotsiyadagi katta endi nafs quli deb aytsam sal anaqaroq bo'ladi. Katta masshtabli, impulsiv harakatlar. Ana shunda bir kun keyinga surish ko'p bo'ladi-da, ko'plar nega oldim?
xuddi shu. Menga kerak emasdi-ku. Uyga kelgandan keyin yoki bo'lmasa buni qilmasam ham bo'lardi-ku. Keyin shartmas edi-ku. Keyin o'zimizga o'zimiz nima beramiz? Tasalli berishni boshlaymiz. Bir aydorlik his bo'ladi. Keyin yo'q, bu o'shaning uchun yaxshi. Qachondir. Ha. Aslida juda ham anaqa bir kun masalan kechiktirish ko'nikmasi menimcha onajonlarga ham, ayollarga ham juda kerakli tavsiya bo'ldi ustoz. Hozir suhbatimiz yakunlanyapti. Aynan best practice deyman, refleksiya deyman, uni ko'p aytamiz, lekin aynan bitta gap bilan yoki bitta so'z bilan bolalari uchun kelajakda kasb tanlash arafasida bo'lgan, kasb tanlashim kerak, bolamga qaysi kasb yaxshi bo'ladi, kelajagini qanaqa qilsam kamolotga erishadi mani farzandim deydigan onalarga bitta maslahatingizni berib keting. Bunaqa paytda albatta bolani tanishni tavsiya qilaman. Ya'ni sizni farzandingiz o'zi kim, nimaga layoqati bor, kim o'zini fikrida u kim bo'lmoqchi yoki qiziqishi nimagayu, lekin aslida qobiliyati nimaga. Chunki bola bir narsa bilan uzoq shug'ullangandan keyin o'shanga qiziqib ketadi-da, baribir. Albatta. O'shaning uchun farzandini tanishni kamida mana shu 5 ta mezon asosida tanishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki farzandini tanigan ayol, ona uni otasiga, turmush o'rtog'iga tanishtiradi. Va otasi ham tanigandan keyin bola bilan umumiy, ya'ni ona bola, ota bola bir-birini tanigandan keyin bolani kelajagiga, uni kasb tanlashi, uni kim bo'lmoqchiligi haqida o'tirib bir suhbat qilinadigan bo'lsa, albatta o'rtada yechim, kompromiss topiladi. Juda ham yaxshi. Bu borada juda ham hayotimizda eng katta qarorlardan biri farzandimizni qaysidir kasbga yo'naltirish. O'sha qarorlarda bitta odamni mas'ul qilib qo'yish xato bo'ladi deb o'ylayman. Bu farzandimiz bo'ladimi? Bu o'zimiz bo'lamizmi? Bu adamiz bo'ladimi? Adasi hal qilsinlar. Onasi hal qilsin. O'g'lini o'zi hal qilsin deydigan masshtabda emas, xuddi siz aytgandek, bitta birgalikda va nima plyus, nima minuslari bor va birgalikdagi qarorni men nimaga yaxshi ko'raman? Birgalikdagi qarorni yaxshi, muvaffaqiyatli bo'lish uchun hamma mas'ul. To'g'ri, chunki mas'uliyat hammaga birdek yuklanmoqda. Ha, hamma mas'ul. Mana men senga aytdim, uni qilmadim, qilding. U yechim emas-ku farzandingiz uchun. U yana aybdorlik hissini kuchaytiradigan va farzandingizni yana tubga yana bitta xato qilishiga undaydigan yo'l qo'yadigan. Xuddi shunaqada yoki mana adang aytuvdilar, shuncha shunaqa bo'ldi. Yo'q. Siz aytayotgan shakl chiroyli bitta yechim bo'lishiga ishonaman. Ustoz, haqiqatda juda ham manfaatli, mazmunli podkast bo'ldi. O'ylaymanki, hamma onalarga, hamma farzandi bor, qaror qilishim kerak kelajagiga degan onalarimizga, otalarimizga yaxshi bir podkast bo'ldi deb o'ylayman, ishonchim bor. Lekin menga bitta oxirgi gapingiz juda yoqdi. Bolani tanish kerak. Va shu bolani tanish kerak deb 5 ta kategoriyani aytdingiz. Bu dasturga o'zim birinchilardan bo'lib yozilishga qaror qilyapman. Qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak yozilish uchun, qayerga murojaat qilish kerak bizani obunachilarimiz? Bolalarni tanish muhim bo'lgani uchun hozir mana aynan bolalarni ta'tili yaqinlashyapti. Biz shu ota-onaga shu imkoniyatni bermoqchimiz. Ya'ni har bir ota-ona o'zini farzandini 5 ta mezon bo'yicha yaxshilab tanib olsin. Nimaga? Farzandi baxtli bo'lishi uchun, salomat bo'lishi uchun, tanasi va ruhi salomat bo'lishi uchun. Shuning uchun biz kanikulda, ta'tilda, xudo xolisa, mana shu diagnostikamizdagi 50% chegirma e'lon qildik va bizani kuzatuvchilarimizdan agar kim bizani nima deydi, eng dolzarb bir kommentariy yozadigan bo'lsa, ularga 100% diagnostikani taqdim qilaylik. Mashalloh ustoz. Bizani o'zi rostdan podkastimiz mehmonlarida izohladi. Eng chiroyli izoh, eng siz aytayotgan dolzarb mavzuni ko'targan izohlarga ustozimizni 100%lik. Demak, aynan 5 ta mezonni bilib olish, farzandimizni yana ham yaxshi tanib olish uchun Telegram kanaliga a'zo bo'lishingiz kerak va 28 dekabrdan 11 yanvargacha davom etadigan dasturda 50% chegirmada bu xizmatdan foydalanishingiz mumkin bo'lar ekan. Ustoz, rahmat, shunaqa manfaatli, foydali ishlar qilayotganingizdan. Allohim o'zi yuzingizni yorug' qilsin. Rahmat sizga ham shunaqa foydali suhbatlar uchun chaqirganingiz uchun. Inshaalloh, menimcha hammamizga chiroyli, foydali, mazmunli, ikki dunyomizga zaxira bo'ladigan bir podkast bo'ldi deb umid qilamiz. Sizlardan izohlar kutib qolamiz. Yaxshimi? Feedbacklar ham desak bo'ladimi? Nima oldingiz? Feedback, Feedback deylik. Demak, bo'ladi hozir.
izohladi. Albatta biz feedback yaxshi ko'ramiz, ya'ni aynan qaysi mavzu sizga dolzarb bo'ldi, aynan nima sizga foydali bo'ldi va yana qaysi mavzularni yoritib borishimizni xohlaysiz. Albatta izohladi, fikrlaringizni bo'lishinglarni so'raymiz.